Sizga kompot bo'ldim, lekin deylar nimaga? Yarim soatdan beri sizni rashk qilib o'tiribman-da. Kimdan? Amakidan deylar. Qaram aka u. Rashk qilmay qo'yavering. Qatdan senda. İsmingiz ham yo'q. Bo'lichka ismi. Yoshingiz nechida? Bo'lichka. Bo'lichkaxon, qayerlisiz? Men Toshkentliman. Toshkent bo'lichkasimi? Yaxshi bo'lichkalardan sizga. Ko'pchilik sizlar deyman. Ko'pchilik emas, 4 tamiz, bittamiz uxlayapti. Ertalab emas, bizni bilasizmi? Kecha ertalab ko'rishganmiz. Biz kecha ertalabdan beri uyg'onmiz. Qayerda ishlaysiz siz o'zingiz? Menmi ishlamayapman, pensiyaga chiqdim. Pensiyam kamlik qilyapti. Pensiya yetmagani yetishlik qilmoqchi. Voy. To'qson 94. Mana bitta ko'rib oldingiz-da, yoshimman. Men aldamayman, men to'g'risini yozaman. Biz aldamaymiz. 94-yilmi? Yo'q, 84-yil. Yo'q, topamadinglar, 34-yil. Ha, mana 31 yoshda, mana shunaqa 95 bo'lsa kerak, to'g'rimi? Gapiringlar, zerikib ketdi olam. Endi qachon uxlamoqchisizlar sizlar? Uxlamaymiz, bo'ldi hozir tongga otsa, ertalab bo'lsa, sekin uyimizga boramiz. Uxlaymiz. Zo'r ekan, ha, uyga borib uxlaysizlarmi? To'g'risi? Yo'q, uxlamaymiz. O'rtog'im uyda ko'rpacha uyimizga solib berishdi. Biz o'tiramiz. Bunaqa yig'ilishdan ko'ra yig'ilmagan tinchak ham bor. Qo'ydi demadingmi? Keyin safar uyimizdan ko'rpacha sekin olib kelib shu yerga taxlab qo'yaman. O'tirib Anaqa qaysi mahallani qizi bu siz bo'lgansiz? Oldin hozir. Nimaga? Oldin Mahallamizga hali nom berilmagan. Oldin Abdurahmon akani qo'shnisi bo'lgan. Hozir Qichimi ko'prikda turadi. Samarqand darvozaga kelin bo'lib tushmaganmiz. Nima bala Yunusobodda svet ketganmi? Yiliga Wi-Fi'ga pul to'lamadinglarmi? Na, svet yo'q edi. 5 kundan beri Yunusobodda. Eshitilyapmanmi yo? Prosta o'tiribman. Prosta o'tiribsiz, eshitilmayapsiz. Javobchi besh. Aytoma Yunusobodda shom bo'ldimi sizlarda? Yunusobodda shom bo'ldimi endi deyman, va gaplashinglar. Gap o'zgarib ketdi borib. Mahalla qayerda bo'lgan? Shuni eshitdik, deyapti. Nimaga mahallam? Bodogingiz. Yo'q, aytsam kelasizmi? Suvchilikka kelmoqchilar. Balki qo'shni turimizni. Yo'q, qayerga boraman? Kim bo'lar, agar qo'shni bo'ladigan bo'lsa, akani daryo betida bo'lsa. Men qo'shni bo'lsangiz ko'rgan bo'lardingiz meni. Qo'shni emasmiz. Ha, balki o'sha kalaskalada itar yurgandirman chaqaloqlik paytida. Tova. Manda ancha kichkina bo'lsa. Chaqaloqligimda kalaskamiz bo'lmagan. Bo'lgan, точно aniq. Anaqa kalaska bo'lgan. Bozorda hozir ko'p choy itarib yurish. Sen invalidni nima deysiz? Necha yoshsiz o'zi? Nechinchi yilsiz? 40 tepasi. Voy, bismillahirrohmanirrohim doda. O, Bu bor. Sizga qarigan pensiyasi olib yotibsizmi uyda? Qarigan ham zerkadi. Nima, qarot yemaydimi deydi-yu. Voy, alloh bismillah. Bizda hamma bo'tdi hoji onalar. Voy, mana hoji otama. Hoji qizlar. Yomonlik qilmayapman-ku. Hoji qizlarmi yo boshqacha eshitdim? Hoji qizlar. Yo'q. O'shangacha keyin men bir qarasam, Bigoda bir yorul o'tiribdi, qanaqadir. Boshqacha yorul o'tiribdi. Qarasam, bitta qiz olmay o'tirgan ekan. Ha. Sirimni ko'rgan
Olma Shirin akamisan, ismi Shirin aka.